Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilar milliy kimligini yo'qotish xavfiga duch kelmoqda. Turkiyaning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyish kuchaymoqda. Saodat partiyasining raisi Tamal Karimulla o'g'li musulmonlarni Xitoyning mollarini sotib olmaslikka chaqirdi. Xitoy tajovuzchilari Pamir tog'larida manevr o'tkazdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. İtaliyadagi Zimiston nomli kishilik huquq tori 13 dekabr doklad e'lon qilib, Xitoyning ichki o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilarining erkinligidan butunlay mahrum qilinganligi, ularning milliy kimligidan ayrilib qolish xavfiga duch kelayotganligini ilgari surib, Xitoy hukumatı ichki o'lkalardagi Uyg'ur o'quvchilarining yotoq va o'qish pulini ko'tarsimi, lekin ularni Xitoylashga majburlayotganligini bildirgan. Mazkur kishilik huquq tashkiloti Xitoyning o'rta tuzlanlik rayonidagi necha yuz atalmish Xinjianglik o'quvchi o'qiyotgan bir to'liqsiz o'rta maktabning Uyg'ur o'quvchilarini va bir qism Xitoy o'qituvchilarini ziyorat qilgan. Ziyoratda o'quvchilar o'zlarining erkinligidan ayrilib qolganligi va milliy kimligini yo'qotib qo'yganligini bildirgan. Dokladda qayd qilinishicha, navbatda bu maktablar Xitoy Ma'rif ministrligining 2010-yil tushirgan atalmish ichki o'lkalardagi Xinjiang to'liq o'rta sinflarini boshqarish to'g'risidagi ma'muriy chora nomli hujjatni qattiq ijro qilayotgan ekan. Mazkur hujjatda o'quvchilarning vatanni, Junxo millatini va madaniyatini e'tirof qilishi, Xitoy sotsializm tarbiyasini kuchaytirishi, marksizmning vatan, millat, din, materializm va atizm qarshini namoyon qilish talab qilingan ekan. Dokladda ma'lum bir o'rta maktabning Uyg'ur o'quvchisining so'z naql keltirilgan bo'lib, u biz urf-odatlarimizni fursat topsak faqat tomoq orqali saqlab kelishga tirishyapmiz degan. Bu maktabning bir Xitoy o'qituvchisi Xinjiangda kelgan o'quvchilarga majburiy mengi yuvish ilib berilganligini bildirib, ularning asosiy vazifasining o'qitish emas, balki ularga davlatni, partiyani qanday suyishni o'rgatganligini bildirgan. Dokladda Uyg'ur o'quvchilarining harakati qattiq kontrol qilinib, ularning sirtga chiqishi va boshqalar bilan uchrashishiga cheklanib qo'yilganligi, 20 oyda 2 soatlik ruxsat bilan maktab sirtiga chiqa oladiganligi, uzoqroq ruxsat olish uchun 3 o'qituvchining tasdiqi bilan maxsus bir Xitoy o'qituvchining hamrohligida bo'lish, maktablardagi barmoq tonish mashinalarining maxsus Uyg'ur o'quvchilariga ishlatilganligini, har xil besimlardan ko'plagan o'quvchining o'sib yetilishiga qattiq ta'sir etganligi, maktabdan chekinishni talab qiluvchilarni har bir yilga 10 ming so'mdan ortiq davlat tarbiyalash xarajati va boshqa chiqimlarni qaytarish kerakligi, amalsiz maktablar turayotganligi, hammadan muhimi Xitoy hukumat ularni qanday bo'lishidan qat'iy nazar bo'sh qo'yatmaydiganligini bildirgan. dekabr Alperen o'choqlari Xitoy konsul oldida Xitoyga qarshi namoyish o'rinlashtirdi. Namoyishga ko'plagan siyosiy, ziyolilar va xalq qatnashdi. Alperen o'choqi İstanbul sho'basi raisi Nailgun Sharq Turkistonda bugun masjidlarning taqalgan va ko'ngil ichish markazlariga o'zgartirilganligi, namoz, ro'za qatorliq diniy majburiyatlarni ado qilolmayotganligini aytgan Nailgun, shahid rais Muhsin yozichi o'g'lining shu so'zlarini yana bir qatim eslatdi. Eğer İslam alemi Müslüman arıyorsa, Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa, Doğu Türkistan Türktür. Eğer insanlık insan arıyorsa, Doğu Türkistan insandır. Sharq Turkiston sürgün hukumati bayonotchisi, Buyuk Turkiston darnikining boshlig'i Yusuf o'g'li Sharq Turkistonning hech bir vaqt Xitoyning himoyasida bo'lmaganligini, Yaqubxon Badavlatning Sulton Abdulaziz Xonga bay'at qilishi bilan va Sulton Abdulaziz Xonning ismi bilan pul bostirganligini va sultonning nomiga xutba o'qitganligini va shu kundan keyin Sharq Turkiston Osmonli tuprog'i bo'lganligini xotirlatib, Osmonlining da'vosini qilayotgan qarindoshlarga aytmanki, u yer Osmonli tuprog'idir dedi. Shundaqla Mustafa Kemal Atatürkning agar Sharq Turkistonning beshiga bir ish kelib qolsa, u yana qo'g'danglar so'zini ham eslatdi va zulmga qarshi ovozini chiqarmaganlarga xitob qildi. Çin zalimleri 70 yıldan beri Doğu Türkistan'da emsali görülmemiş bir şekilde zulümle bugüne kadar 20 milyona yakın insanımızı ünherce katlettiler. Maalesef ki İslam dünyası bugüne kadar gaflet uykusu içerisinde oldu. Ey Müslüman, sen Doğu Türkistan'daki kardeşinin, oradaki mazlumların, oradaki günahsız yere katledilen o sabi çocukların sen davasını savunamadan cennete mi gireceğini zannediyorsun? Sharq Turkiston Muarif va yordam mahbubining boshlig'i Abdulahad Abdurahmon Sharq Turkistonda inson haqlarining bo'lmaganligini, inson haqlari uchun, zulm uchun emas, yashash uchun, hayot qilish uchun kurash qilayotganligini aytdi. Va biz bu yerga Sharq Turkistonda zulm bor, kampular bor, qizlarimizning, onalarimizning ipiti dafsanda bo'layotdi deb kelmadik. Biz bu yerga haq da'vos qilish uchun keldik. Sharq Turkiston bizning haqqimiz, bizning tuprog'imiz. Bu sabab bilan biz har zaman bu maydonda bo'lamiz dedi. Namoyish Alperen Qasimiy va Turkiya istiqlol marshi bilan oxirlashdi. Alperen Türkiye işçi olarak, Alperen Türkiye işçi olarak, komünizme, komünizme, faşizme, faşizme, siyonizme, siyonizme, her
Şunun bilan bir vaqtda 14 dekabr Samsunda Alparan ochiqi, Türk ochiqi, Sharq Turkiston yangi nasl jamiyati qatorliq ko'plagan tashkilotlarning birligida Xitoyga qarshi namoyish olib berildi. Namoyishga izchilar gruppasidagi yoshlar qatnashgan bo'lib, 500 dan ortiq qatnashuvchilar ovoz qo'shgan, Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Abdulla O'g'iz Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning bugun tortayotgan zulmini keng xalqqa anglatdi. Türkiye'deki öktiş partiyalardan biri bo'lgan Saadet Partiyasining raisi Temel Karamulla o'g'li butun dunyodagi musulmonlarni Uyg'urlarga ega chiqishga, Xitoy mollarini iste'mol qilmaslikka chaqirdi. Temel Karamulla o'g'li 11 dekabr kuni Saadet Partiyasining markazida o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Uyg'urlar to'g'risida maxsus so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarga qarshi butun dunyodagi islom davlatlarining harakatga o'tishi, barliq musulmonlarni Xitoy mollarini setib olmaslikka, boykot qilishga chaqirib, bundan keyin sukut qilib turmaydiganligini, hozirgacha bu masalani jiddiy ravishda ko'tarib chiqmasligimizdagi sabab Xitoyning bu siyosatidan voz kechadi deb o'ylayotganligi. Afsus, Xitoy bu siyosatidan voz kechmaydiganligini, aksicha kuchayib ketayotganligini, shunga barliq musulmon davlatlari islom dunyosi darhol harakatga o'tish kerakligini bildirdi. Saadet Partiyasi burundan tortib Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan partiyalardan biri bo'lib, mazkur partiyaning qurg'uvchisi Turkiyaning sobiq bosh ministri marhum Najmiddin Erbakan 1984-yildan tortib Turkiya parlamentida izchil holda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib kelgan. Mazkur partiya 5-yil Urumchi qirg'inchilik yuz berganda Xitoyga norozilik bildirib, 2009-yil iyulda Istanbulda 20 ming kishi qatnashgan zo'r norozilik namoyishi uyushtirgan. 12 dekabr kuni Xitoy davlatlik televiziyasi bo'lgan CCTV kanalida tarqalgan xabarlarga asoslanganda Xitoy armiyasi Sharq Turkistonning g'arbiga joylashgan Pamir egizligida harbiy manevr ilib borgan. Bu manevr dengiz yuzidan 4000 metr egizlikda 7 kun davom etadigan bo'lib, tarqatilgan sim ko'rinishda Xitoy askarlari egiz tog'larga chiqish, muz daryodan o'tish va uçquchsiz aeroplanni uchirish mashqlarini ilib borgan. Manevrning maqsadi bo'lsa Xitoy askarlarini NATO rayon va murakkab yer sharoitida mashqlantirish ekan. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.